O'zbek Energiya ta'miri mamlakatimiz energetika tizimini modernizatsiya qilish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hamda iste'molchilarni barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlash yo'lidagi ishlarni to'xtovsiz amalga oshirmoqda. Ana shunday muhim obyektlardan biri ilk ota 110-3510 kV podstansiyasi hisoblanadi. Podstansiya tarkibida elektr energiyasini qabul qilish va uzatish uchun xizmat qiluvchi 110 kV ochiq taqsimlash qurilmasi, shuningdek, kuchlanishni 35 va 10 kV darajalariga pasaytiruvchi ikkita transformator o'rnatilgan. Elektr energiyasini xavfsiz va uzluksiz taqsimlash maqsadida 35 kV ochiq taqsimlash qurilmasi hamda zamonaviy 10 kV taqsimlash qurilmasi ishga tushirilgan. Podstansiyaning muhim bo'g'ini hisoblanuvchi umumiy podstansiya boshqaruv punktida relay himoyasi va avtomatika, dispetcherlik aloqasi, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari hamda elektr ta'minotining uzluksiz ishlashini ta'minlovchi yordamchi muhandislik tizimlari joylashgan. Obyektda qo'llanilgan zamonaviy texnologiyalar elektr tarmoqlarining barqarorligi, ishonchliligi va xavfsizligini yanada oshirishga xizmat qiladi.